Shu madaniyat tug'ilib bo'lgan yo'qadi olasiz menga. Sizga madaniyatni ko'proq nimasi yoqadi? Hozir madaniyatliklardan shu haqida so'rab bilamiz. Havosi toza, juda go'zal, manzarasi ham. Madaniyatdagi shevasi yoqadi. Bunaqa madaniyat shevasi butun O'zbekistonda yo'q. Sizgachi? Bizga shu madaniyat shevasi alohida ajrab turadi boshqacha. Madaniyatimizni hamma joyi yoqadi, hamma narsasi, xalqi yoqadi. Shuning uchun xalq xizmatidamiz. Madaniyati menga havosi yoqadi. Men vatanim tug'ilib o'sgan yerim Nashet uka. Madaniyat o'zi o'zgacha bir madaniyatli odamlari bilan yoqadi. Tabiatimiz ham toza, hamma yo'g'i o'z-o'ziga yarashgan. Shuning uchun bekorga aytilmaydi. Madaniyatli odamlar madaniyatda yashaydi deb. Shahardan chekkaroqda sokinligi bilan, tinchligi bilan yoqadi. Endi toza havo, tog'li joylar, mana tarixiy madrasalarimiz bor, shu yoqadi. Kompaktlik yoqadi. Ob-havosi yoqadi. Birinchidan. Odamlar bir-biriga bo'lgan mehribonchiligi, hamma bir-birini tanish yoqadi. Sizgachi? Shu madaniyat tug'ilib bo'lgan yo'qadi olasiz menga. Toza havosi bilan, mehribon odamlari bilan, hammasi bir-biriga mehr-oqibatli. Lokatsiyasi yoqadi menga madaniyat. Zich, ixchamgina hamma yoq oldi. Maktab, bog'cha, bog'. Birinchi o'rinda tabiati, undan keyin shu sokinligi, havosining tozaligi, odamlarning tirishqo'ligi, xushmuomalaligi. Xohlagan joyingga ketsang bo'laveradigan sharoitlar bor. Toshkentga boraman, Toshkentga, shaharga boraman, hamma qulaylik bor. Soylar bor, cho'milgan yozlarda. Ashunisi yoqadi menga. Odamlari hamma yo'q yoqadi, xudo xolisi. Qandaydir keta olmaymiz, semashadan bir yerlar ketsak ham pasaga aytib kelaveramiz. Bizga madaniyatimizni insonlar yoqadi. Haqiqatda nomiga mos madaniyatli xalq. Madaniyat sizga ko'proq nimasi bilan yoqadi? Kommentariyaga yozib qoldiring.